Assalomu alaykum Savdolar kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva mol qo'y ishqibozlari. Bugun 5-iyun haftaning juma kuni 2026-yil. Hammaga juma muborak bo'lsin. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oltiariq chorva bozoridamiz. Qo'y narxlarini yoritishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizda xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shunda biz kirgizib o'tgan videolarga birinchilardan yetib videolarimiz avvalida akalar bittadan like so'raymiz. Kim qayerdan kuzatyapti? Kommentariyalarga omad so'zini yozib ketamiz akalar. Videolarimiz kengroq tarqalishda yordam bergan bo'lasizlar. Xo'p, bozorlarimizda qo'ylar juda ham serob. Esa qizidi, qo'ralarda so'liqlar ham serob ekan, qo'zlar ham serob. Qo'ldan kelgancha real narxlarni olishga harakat qilamiz. Shu qo'zilar, enabollar, qisir variantlari, qo'chqorlardan ham olishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, biz syomkalarimizni boshladik. Syomkalarimizni boshladik. Ash qo'zlarimiz nechtasi baraka bo'ldi? 4 ta. Qanchadan? 14.6 ga. 4 ta. 2 ta so'liq, 2 ta qo'chqor, 2 ta so'liq. 3.650 dan. 2 ta qo'chqor, 2 ta so'liq. Texnika bormi? Yo'q. 3.650. Bittani beling qolgan chiqib ketaveradi. Olib ketalarmi? Ha? Bo'lmasa 2 tani baylab bering. Tagi qayerdaki bular? Qo'zilar. Vodiy o'zimizning vodiydagimi axir? Xo'p, bu mana qo'zi so'liqlarimiz. Nech puldan bo'lyapti? Hoji bobo, nechtasini nech pul qildingiz? Ikkitasi 5. 5 million so'm ikkitasi. So'liq, ha? So'liq. So'liq ekan. So'liq. Ikkitasini 5 million so'm. Yaxshi. Dedeng nechmi? 100 ming qo'sh. Oyingdami 5 million 200. Oling. Ha, bu. Bitta mana 5 million 200 ming so'm bo'ldi. Hammasi so'liqmi aka? Hammasi so'liq. Qanchadan narxlari? 3 million so'mdan 8 minggacha. 3 milliondan 3 million 800 minggacha. YouTube'da deyaptilar. Ron chiqib olibdi. Muncha deyapti. Akalar, mana shu ikkalasini Bitta ber bo'ladi to'g'riga, bitta ber. qancha bo'ldi ikkalasi? 5 million? 5 million 200. 5 million 200 ming so'm. Qo'yiladi, bular ham bizniki bular ham aka. Soni cheklanmagan miqdorda qo'y. Bular qanchadan? Bular 4 milliondan o'qtilgan aka. Bular 4 milliondan. O'zilardan. Sariqlardan ham baha. Yosh oyligi qanaqa? 4 oy 5 oy. Bularchi so'liqlar. Bular ham 3 oydan 4 oygacha. 3 oydan 4 oygacha. Telefon raqam 94 077 19 18 ga aloqaga chiqib olasiz. So'liqmi, qo'chqormi? qo'chqor bitta so'liq bor. Mana. Nechilik? 3 milliondan 5 tasi. Arashani maqtashga qo'ysin, shuni 200 mingga berdik. 100 ta 400 dollar sotishyapti. Bitta 3 million 200 bo'ldi, ha? 5 tasi shundan bo'ldi. 5 tasi 3 milliondan. Qo'zlarimiz. 059 6 dona qo'zi bor ekan, 6 dona qo'zi bor ekan. Kichkinalari ham bor, kattalari ham bor. So'liqlarimiz, enabola so'liqlar. Ikkalasi ham bolasi qo'chqormi? Ikkalasi ham bolasi akalar qo'chqorcha ekan. Nech pul deyapsiz? 11 milliondan. Nechinchi tug'ishi bu? Birinchi tug'ishdan. Ikkinchi 4-dan bo'ldimi? 2 tish. 2 tishdan. 2 tishdan. Akalar bo'ylari Bagisiniki 85 plus, buniki akalar 82, 83 plus. Hop, boladan ajragan so'liqlar mana. Akalar tishlari nechtadan? Hammasiniki, ha? Yosh kattasi bor qolasiga. Ha. Qolgan hammasi 4 ta aka. Ikkita uch. Regada qo'ylar aka. Tojikiston regada qo'ylar ekan akalar mana hisoblar. Uzun variantlari. Bu esa o'z sog'lig'i.
Boladan Katta. aka, bola boqish shunchalik yetishmadi. Eng kichkinasi bo'yi ham akalar 85 ga yaqin, kattalari oralarda bor ekan 90 lardan bor. 90 plyus sog'liqlar. O'rtish orada bitta ikkita akalar yosh kattaroqlari bor ekan. Bitta tishini ko'rsatingchi shuni, nechta ekan? 3 ta yosh kattarog'i bor aka. Ha, bu yosh kattarog'i. Mana aka yoshlar. 4 tish ekan. Qanchadan? Mana yoshlar. Narxini ayting, narxini bo'ldi. Narxlari aka. Optimalisi 7,5 yetkazib beramiz aka. Qimmatda aytayapmiz. Yo'lda qilib ayting. Bu yana hammasini bir joyga olibdi, 18 ta soni 7 milliondan xonadonlar aka bu boradagi. O'zbekiston 12 ta viloyat bo'yicha dastlabkamiz bu. Qayerga o'tib berasiz? Telefon raqami 77lik 77lik 271 271 0096. 0096 ga aloqaga chiqamiz. Raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Tojikcha regardi qo'ylar ekan. Arashan sovliqlarda kerak bo'lsa ham bor ekan, bozorga olib chiqishmabdi. Bugun tushdi aka 50. Bugun olib kelishdi. Ha, keldi aka. Aloqaga chiqsalaring shu aytgan raqamingizda nima Telegram bor a? Telegram, WhatsApp Hamma narsa bor ekan. Aloqaga chiqib boraverasiz. Qayerdansiz? Marg'ilon Toshloq. Marg'ilon Toshloqdan akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yana mana boladan ajragan variantlari. Ena bolasi ham bor ekan. Qanchadanmi boladan ajraganlar? 5,5dan kami bor. 5,5dan. Xo'p, holatlar qanaqa? Holatlari, tishlari 3tadan 4tadan tuqqan qo'ydi. 3tadan 4tadan. Tegisi, nechi pul bu? Tegisimiz 10 deyapmiz kami bor. 10. Yoshi qanaqa buni? 6 yashar. 6 yosh. 3 bolasi. Qo'chqorchamiz bor bittaman. Qaysi birini bolasi bu? Sariqni bolasi 11 million qilishyapti. 11 million so'm. 11 million so'm kam bor ishlar. Mana bolalar ajraganlar. Ha. Bola zo'r beradi. Nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? Ha? Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi, sariqni bolasi. 3,5 oylikmi shu? 3,5 oylik. 3,5 oylik o'xshamaydi. Yarim oylik qo'zayga. Yo'q, a? Kamida bir 4 oy 5 oylikka o'xshaydi-yu. Garantiya kattaga o'xshaydi lekin. Mashallah, zo'r boq aka. Rostdan ham chiqadi. Telefon raqami bering-chi. Telefon raqam. 99lik 400 esdan chiqib qoldimi? 491 67 67 74 76. ha 67 76 67 76 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana bu yerda savdosi ketyapti. Qaysi birini savdo qilyapsiz? Qancha? 6,5. So'g'liq qo'chqor. 6,5. Beri. Yaxshi narx tutdi. Qo'shib qolyapti. Mana qo'zilar akalar, sutemni qo'zilar bor ekan. Yosh oyligi qanaqa ulardi? Yosh oyligi 2 oy, 1,5 oyda. 1,5 oy 2. Hammasi qo'chqor so'liq. 200 dan ketaveradi bir joyda. Ochma, matizmi? So'liqmi qo'chqormi? Qo'chqor so'liq. Qo'chqor so'liq olinadi. Ochma 2 ta oy. 2 milliondan dedingizmi? Ha, 22 dan beraman. 22 dan. 22 dan deyishyapti. Qop-qora qo'zilar akalar mana. Olib, qo'lingiz gurgat olsangiz, Qaysi kanalda? savdo olamidan aka. Mana shu kanalingizga kelgan 19 ga berib yuboramiz. O'ti yeb turibdi. 1 million 900. 10 ta olganga bitta bonusi bor. 10 tog'anga bitta bonus bor. Qanlaylar? Tanlaringlar. Telefon raqami aka? 77lik. 77lik 258 258 2000 ga aloqaga chiqaverasizlar. 2,5 million so'mdan kami bor deyishyapti. Xo'p, akalar. Mana yana boladan ajragan variantlari.
Uchtadan tuqqan ekan akalar. Ishlari 8 talar. 4,5 million so'mdan ozmoz kelishadigan joyi bor deyapti. Telefon raqamlarini berishmaydi ekan, bozorda sotib olamiz deyapti mana. Holatlari. Bolada ajraganlar, so'raganlar ko'p edi. Bozorlarga endi bolada ajragan qo'ylar chiqishni boshladi akalar. Ishqibozlari bo'lsa chiqib olishlari mumkin. Tog'am ne turing? Qo'ydan qo'ying. Egisli variant ekan, dehqonlardan mana bolasini sotib oldi. 5 million so'm berishyapti. Kishi nechta? Kishi. Kishi 6 ta. Kishi 6 kishiga. Egisli deyapti tog'amiz. Mana yaxshi so'liqlar. So'liqmi? Bo'g'ozmi nos? Bo'g'oz. 2 tish bo'g'oz. 8 ga 7,5. Qaysi birini qilyapsiz, og'a? Qancha? 6 million deyapti. 6 million so'm. Qaysi so'lig'imizni 6 million so'm bo'lishyapti. Xo'p, so'liq bozorimizda savdolar yurib qolsa, odamlar ko'payib qoldi. 20 ming beraman, tashlab qo'yding. Tamakamgami? Qanchaga oldingiz? 4 million. 4 million 200. 4 million 200. Qo'chqormi? Ha, qo'chqor, sori. Qo'chqorcha. 4 million 200 ming so'm. Xo'p. Mana endi yaxshi so'liqlarimiz ha. Bo'g'ozmi bunisi? Ikkalasi ham qo'chqor. Bo'g'ozga o'xshayapti. Necha puldan narxlari? 6 million 200 ga 5 millionga bermadingiz. Qo'zi kelasi ham ha? O'zi joriy ekan. Kishi nechtadan bo'lmasa? Buniki 6 ta, buniki maydalar. Qo'zi bas ekan. Lekin holatlari yosh qo'zilarga o'xshash ekan. Qorasining 6 ta ekan akalar. Qo'y ishlab turadi. Nechta Ana so'liqlar. ana YouTube'da tesirasi keladi. Ana so'liqlar. So'llaridan ikkita. Adashgan ikkomiz kelishak. Bu jo'rayarim desa men qilaman. Necha puldan qaytyapsiz? 11 million narx aytyapman aka. Jupiga. Jupiga 11 million narx aytyapman. 10 million bergan odamga beraveraman. Bu qanaqa boladan ajraganmi, bo'g'ozmi? Yo'q, bular qisir, boladan ajragan. Boladan ajragan qisirlar. Qisirlar. Mana xaridor keldi mana. Rengin qilyapti. Qo'l dushing. 5 millionga beraverasiz. Yo'q, 5 millionga bermay beraman. 5 millionga. Emchayni shuchi. Harakat topib. Ozgina bor ekan. Ha? Beramiz. Jupiga oling, jupiga 10 millionga sotdik. Bitta zarur, bitta. 5 millionga bersangiz qalay? Yo'q, yo'q. Mana. Stansiyaga qo'yib yuborasiz. Kishi nechta ekan? 4. 4 tish. 5 millionga men berishman. Nima qo'ysin? Xo'p. Aka, lupon Sotdik. Akalar mana yana yaxshi narsalardan. Ular boladan ajragan ekan, bular akalar qo'zi kelasi yani. Qo'chqor. Qo'chqor yurgan bular ichida? Yo'q, qo'shma qo'shadi. Qo'chqor qo'shadi, ha? Qanchadan narxlari? 6dan kami bor. 6 million so'mdan kam bor deyaptilar akalar. Oshlarni bermasdan oshni bo'ladik. Qani bittasini tishini ko'rsatingchi. Shunaqaniki. Hali qo'zicha tish bizga yo'q. Qo'zi ekan haqiqatdan. Qani Bunisi endi chiqaryapti, aka mana. Endi chiqaryapti. endi ikki tish bo'lyapti. Qo'ziloy bo'lmadi, yengilroq. 6dan kami bor, ha? 6dan kami bor. 6 million so'mdan kam bor akalar. Mana bo'ylari akalar 85 ga yaqin bo'lgan. Mana shuni chekkadagi sal kichikroq ekan, lekin bular akalar 80 ga. 4 tish ekan mana. 4. Yaxshi so'liqlar ekan, so'liq qilib olaman degan. Telefon raqam bering. 94lik nechi? 154 63 40 aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi so'liqlar chiqib turgan bozorga. Yo'q, umuman qo'y zotidan. Xo'p, akalar mana yana so'liqni zo'ri. Beligan akalar. Bo'ylari ham akalar 92-90 sm atrofida. Bolasi ham so'liq ekan. Bolasi ham zo'r ekan.
Nechinchi bolasi? Nech pul deyapsiz? Nech pul? 15 million so'm. Sekeni 15 million so'm. Kami bor ha? Qancha berdi bozor? 13,5 million so'm. Qo'chqormi sog'liq? Qaysi? Arzonda chiqib qoladi qoldi. Telefon raqam berasiz, sotib yuborasizmi? Sotish bor ekan. Yaxshi narsa ekan. Sog'liqlarni yaxshisidan. Yana bola. Uni kelasi yana bolami aka? Nargini bolasi qaysi? Yigirma beshga to'rttasi. Yoshlari qanaqa edi bularni? Yoshlari nechinchi bola? Kelasi 4 25 ga baraka bo'ldi. Zo'r narsa. Qo'chqora bolalari. Bolalari qo'chqora. Sorini tozalaridan. Kelasi ham kashtan sipar ekan. 25 ga baraka bo'ldi. Qo'chqor nech pul qo'chqor? Qo'chqor. Qo'chqorning 7. Qo'chqorni 7 million. 7 million kam bor ish. Mana men 4,5 ga bermadim dedim, beraman, bermagan yaxshi bola ekan deb 77. Boshqa ko'rdingizmi, bermadim. Obar baqa xonaki, neta qilib. Men bu narsa deganim yo'q aka. Endi akamlar ham bilib turishdi. 77. Qaysi biri 77? Buni kelasizmi? Yo'q, ikkala qo'chqorchamiz akalar 7 million 700. Bilib turishdi qo'ydi, boshqa dangan yerda Berang endi. Nima demak, dangan so'rab bermagandim ham. Yo'lyapman sizda, muomala qilib yurganmiz dangan. 100 ming pul so'rayapmanmi? Ha, muomala qilib yurganim uchun bo'ldi. Ha, yeb ichishga bir hafta turib beraman akam. Ha desa qo'ymayman ekan, muammo yo'q. Qarang, bedallar bechiqim. Bo'ldi. Bor baraka. Qancha? 78, ikkita qo'chqor. 7 million 800 ga baraka bo'ldi. Mana aqam bor. Xursandmisiz? Yering. bitta bo'shayapti. Bitta bo'shayapti. Ketadi. Nechtasi? 6tasi qanchadan? 6,5. 6,5 million so'm. Qani? Qo'chqorlarni ko'rsatib olaylik. Xo'p, bitta bo'shayapti. Ikkilar bilan. Xo'p. Ikkita ag'da, 4ta bog'da. 6ta. 85 kilo atrofida qo'chqorlar bormi? Tirik bor. Toza. 85 dan 90 kiloga, 90 kilo oshiqlar ham bor ekan. 6,5. O barkalar. 39 milyon 200 ming bo'ldi. 40 milyon berib ketadi. 500 kilo qo'y bor, bolam. 80 million Bu akamiz 39 milyon 200 ming qilishdi. 40 milyon berib oladi ishi. Shu yerda ham qo'chqorimiz savdosi ketyapti. Xudo xolasa. Bular yaxshi o'yapti. Yo'q, bular yaxshi. Nech pul berdingiz? 6 milyon 200. Qancha berdingiz? 6 milyon 700. Qo'chqorni ko'rsatib qo'ying. Endi katta qilib qo'yolmay. Sizdan moli bor. Qo'zimi? Ikkitish. Ikkitish. So'kinib turmay. 50 dan bo'lsa berasizmi? 6 milyon 700. 60 qancha deyapsiz? Otmayman. 6 milyon 250 mingmi? 68 zo'r berdim. Ha, 67 da adashibman, 62. Qo'chqorlarimiz serap pardoy edi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bitta Nasrga qo'chqor zo'ri bor ekan. Endi 4 ishga o'tdi akalar, 15 million kam bor deyishyapti. 12 millionga berishmoqda akalar. Uzunligi ham uzun. Quruqlikka tushadigan variantdagi qo'chqor ekan.
Qo'ylar ichida yurgan qo'zg'olliqlar Endi qo'yiladigan bo'ldi. endi qo'yilmagan ha? Qo'yilmagan ekan. Ishini bitta ko'rsatingchi, 4 ishligini bitta ko'raylik aka. 4 ish ekan aka. 4 ish. Qo'ylar akalar 95-96 atrofida. Kilolari ham akalar 100 kiloni ustida. 110 kilo, 112 kilo atrofida chiqib qolsa kerak. Qo'chqorimiz 6 million 250 ming so'mga oxiri baraka bo'ldi. Sizdanmi qo'chqorlar? Yapalım. Yani qo'chqorlar yaxshisi bor ekan. Egalari yo'q. Boqilgan semiz variantda. Eng kichkinalari ham akalar 85 dan nari 115 kilolik qo'chqorlar ham bor. Bitta ham akalar bitta urug'likka yaxshi qo'chqorimiz bor ekan. Garbonosda ishi nechta? 4. Bo'ylari akalar 90 dan baland. Tortganmisiz? Tortilmaganmi? Taxmin qilamiz, necha kilo chiqadi akalar? 115 kilo. Xo'p, 110 kilo chiqadi deyapti. 4 ish dedingiz, ha? Narx qancha? 14 dan. Bozor qancha berish? 11,5. 11,5 million so'm berishdi bozor. Telefon raqam berasizmi? Yo sotib olasizmi? Sotib olasizmi? Bozoringizni bersin aka. Akalar mana yana qo'chqorlarimiz dehqondan. Qancha? 62 ga bor. 62 ga 62 ga bordi. Dehqonlar bitta ushlab olgan. Qo'ylar. Nech pulga bo'lsa bo'lasiz? Aniqini ayting-da. Yopishtir. Ha? 64. Biz 62 ham yaxshi narx qilishdi. Telefon raqam bering-chi. 93 969 969 44 66. 44 66 ga aloqaga chiqarsiz. Boqma variantdagi qo'chqorlar olago'sh. Qanchadan ekan bular? Kimdan ekan? Qashqadaryoni qo'ylari ekan ekanlar. Olti yarim million so'mdan kam bor deyishadi. 6,5 million so'mdan kam bor. Bo'ylari 80-85 atrofida, tirik veslari akalar 60 kilodan 65 kilodan akalar 75-80 kilo atrofidagilar ham bor. Bu yerda ham qo'chqorlar. Bermayaptimi? Aşını 5 kişiden 6 tepesi bitadi yaptı. Neçe oylik o'zi? 12 oylik. 2 yashar qo'chqor. 2 yashar qo'chqor. Qanchadan qanchagacha narxlari? 6,5 aka 6 million. 6,5 mi? To'rajan ish bilan berasizdan bermayapti. To'raja berman deyapti. Aka yo'l yurib kelgan bu Surxondaryoni qo'chqori. Taroziga tushmaydi bu. Siz so'rayapsizmi? O'sha mashinangiz bo'lishi qancha? Bo'lishi 6 million. 6 million, kami yo'q, ha? Surxondaryoni qo'chqorlari mana. Chista hisori deyishadi. Xo'p, hurmatli obunachilar. Shu bilan syomkalarimiz yakunlandi. Qo'ldan kelgancha real narxlarni olishga harakat qildik. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.